Mashinaning orqasida kiyim turibdi. O'shani olib chiqdim. Ha, dazmol qilib chiqaymi? Sizni xizm bo'lib turmaydi. Tezlashgan ukam. Ha, bo'ladi. Xo'jayin, hozir 1 soatdan keyin hamkorlarimiz kelishar ekan. Kelishibdi zo'r suvlarni, shikalatlarni taxlab tashlaydi-ya. Menga qara, asl erkakmisan. Xingil urmagin, sal jiddiyroq bo'l. Erkak kishi jiddiy, mas'uliyatli bo'ladi. Masxarabozmisan? Aslida bunaqa odam emasman. Mani otamning yo'li. Onamlar bilan yolg'iz yashaymiz. Ustiga onam kasal. Sizni qo'lingizda ishlab, mehnatingizni qilib, onamni dorilarga pul bermoqchi. Lekin farzandingiz olamdan o'tgandan keyin ancha o'zgarib qolgansiz. Bir ikkita xodimlarni jahl ustida bo'shatib yubordingiz. Agar men